Salom do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Videorolikimizni boshlashimizdan oldin bitta like bosib obuna bo'lib yuboringlar. Buning uchun sizlardan ketsa 5 sekund vaqtinglar ketadi. Menga esa sizlar uchun doimiy mana shunday ajoyib videoroliklar tayyorlashimga turtki bo'ladi. Qani unday bo'lsa, videorolikimizni boshladik. Cristiano Ronaldo dunyoning eng yaxshi futbolchilaridan biri va zamonamizning eng mashhur sportchilaridan biridir. Hatto galaktikalar uning nomi bilan atalgan va u o'zining yulduzligidan umuman uyalmaydi. Cristiano Ronaldoning butun dunyo bo'ylab millionlab muxlislari bor, ammo nafratlanuvchilarning butun armiyasi ham bor. Qanday bo'lmasin, u e'tiborni tortadi va obunachilarimiz iltimosiga binoan biz ushbu videorolikni tayyorladik. Cristiano Ronaldo qanday yashaydi va millionlarni qayerga sarflaydi? Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro 1985-yil 5-fevralda Portugaliyaning Madeira orolidagi Port shahri Funshalda tug'ilgan. U bog'bon Jose Aveiro va oshpaz va farrosh Maria oilasida 4-farzand bo'ldi. Ronaldo otasi bolaga sevimli aktyor va o'sha paytdagi AQSh prezidenti Ronald Reagan sharafiga qo'ygan ikkinchi ismdir. Oila 4 farzandi bir xonada bo'lgan. Kichkina uyda kamtarona yashar edi. Ota-onalar Cristiano va uning opalari va ukasi hech narsaga muhtoj bo'lmasligi uchun ko'p mehnat qilishdi va hamma narsani qilishdi. Biroq otasining masligi tufayli vaziyat murakkablashdi. Shunchaki Cristiano tug'ilmagan bo'lishi mumkin edi, chunki onasi abort qilmoqchi bo'lgan, ammo shifokorlar rad etishgan. Krish ko'p yillar davomida otasiga spirtli ichimliklarga qaramlikni yengishga yordam berishga harakat qildi, ammo hech qanday natija bermadi. 2005-yilda Jose jigar sirrozidan vafot etdi. Ronaldoning akasi Hugo ham alkogol va giyohvandlikdan davolangan va 16 yoshidan reabilitatsiya uchun pul to'lagan. Cristianoning moliyaviy yordamsiz ham ularni yengishga muvaffaq bo'lgan. Futbolchi bolaligida otasi bilan muloqot qilish qiyin bo'lganini, chunki u deyarli har kuni mast bo'lganini tan oldi. Ammo Jose o'g'liga endigina yurishni o'rganganda futbol to'pini sovg'a qilgan. Shuningdek, u 8 yoshli Cristianoni mahalliy Andor Inha futbol jamoasiga olib keldi va u yerdan o'zi jihozlari bo'yicha menejer bo'lib ishlagan. Dastlabki kunlardanoq Ronaldo boshqa yigitlardan qat'iyligini, to'pni ajoyib egallashi, yuqori tezligi va g'alaba qozonish ishtiyoqi bilan ajralib turardi. U ham hissiyotli edi. U mag'lub bo'lgandan keyin yoki boshqa bolalar ko'rmaganda yig'lab olardi. Baribir uni bilib qolishgandan so'ng unga yig'loq laqabini qo'ygan. 10 yoshda yosh futbolchi orolning yetakchi jamoalaridan biri National jamoasida o'ynay boshladi. U yerda u tezda yulduz va kapitan bo'lib, Abenya bu Arre degan ma'noni anglatardi. Laqabini oldi. Tirishqoqlik va maydon bo'ylab yuqori tezlikda harakatlanishi uchun va bir yildan so'ng uni Lisabon Sporting yoshlar akademiyasi sotib oldi. 22.500 ming yevro qarzdan ozod qilingan. Poytaxtda Cristiano futbol maktab internatida yolg'iz yashagan va oilasini har 3 oyda bir marta ko'rgan. U zerikdi, nutqi haqida masxara qilishga chidadi. Madeira dialekti Lisabondan farq qiladi. Telefonga yig'lab yubordi va onasidan uni uyiga olib borishni so'radi. Ammo o'ynash va birinchi bo'lish istagi unga barcha qiyinchiliklarni yengishga yordam berdi. Ba'zan u o'rtoqlari bilan birga qo'shni McDonald's do'koniga borib, ovqat qoldiqlarini so'rardi. Chunki ularda pul yo'q edi. Ronaldo boyib ketganda ularga rahmat aytish uchun uni ovqatlantirgan ishchilarni qidirdi. Maktabda Cristiano asosan yaxshi baholar oldi. Fanni yaxshi ko'rardi, lekin inglizini yoqtirmasdi. 14 yoshda u o'qituvchiga stul uloqtirgani uchun maktabdan haydalgan. Portugaliyalik keyinchalik o'qituvchi uni hurmat qilmagani uchun shunday qilganini tan oldi. Shundan so'ng onasining maslahati bilan yigit bor e'tiborni futbolga qaratdi. Taxminan o'sha paytda Cristianoning fenomenal ish etikasi shakllana boshladi. Sporting akademiyasi murabbiyi Cristiano mashg'ulotdan yotoqxonaga ketayotib, oyog'iga qo'shimcha og'irlikni osib, svetoforda to'xtab, mashinalar uchun yashil chiroq yonishini kutgandi. Keyin esa ular bilan poygaga chiqqanini esladi. Bundan tashqari u ajoyib formada bo'lsa-da, tunda sport zaliga yashirincha kirdi. Portugaliyalik 15 yoshga to'lganda o'yinlarning birida u 6-daqiqadayoq to'xtab qoldi va uning o'rniga futbolchi so'radi. Keyin shifokorlar uning tez yurak urishi borligini aniqladilar. Bu esa jarrohlik aralashuvini talab qiladi. Ronaldo operatsiyadan bir kun o'tib akademiyaga qaytdi. Bir necha kundan so'ng mashg'ulotlarga qaytdi. Biroq bor yo'g'i 3 oydan keyin o'yinlarga qaytdi.
Operatsiya yosh futbolchining sport ko'rsatkichlariga ta'sir qilmadi. 16 yoshda u Sporting tarixida bir mavsumda Lisabon sherlarining barcha jamoalaridan, xususan 16 yoshgacha, 17 yoshgacha, 18 yoshgacha bo'lgan o'g'il bolalar jamoalarida, shuningdek zaxirada va jamoada o'ynagan yagona futbolchiga aylandi. Birinchi jamoa 2001-yilning avgustida Ronaldo o'zining birinchi professional shartnomasini 4 yillik oyiga 2000 yevro maosh bilan imzoladi. 2002-yilning avgustida Ronaldo professional klub faoliyatida ilk sovrin Portugaliya Super Kubogini qo'lga kiritdi. Biroq u o'yinda qatnasha olmadi. Kuzda esa 17 yoshli 8 oy 2 kunligida u Sporting tarixidagi eng yosh golf muallifiga aylandi. 2003-yilda yigit jamoadoshi Jordanning singlisi bilan uchrashni boshladi. Ammo ularning romantikasi bir necha oy davom etdi. Yoshlar Ronaldoning Lisabondan ketishi bilan ajalib turishdi. Iste'dodli futbolchiga Yevropaning ko'plab yetakchi klublari, jumladan Barselona, Milan, Chelsea, Real, Arsenal va Liverpool qiziqish bildirishgan. Ammo Manchesterga salkam 12,5 million funt, taxminan 15 million yevro va yiliga 2 million yevro maosh bilan o'tdi. Transfer 2003-yilning 12-avgustida e'lon qilingan. Oradan bir necha kun o'tib, 20-avgust kuni 18 yoshli Ronaldo Qozog'iston bilan o'rtoqlik o'yinida terma jamoada debyut qilgan. Cristiano boshidanoq jamoadoshlari fonida ajalib turdi. Yugurish mashg'ulotlarida u oyoqlariga og'irlik qo'ydi va har kuni ertalab yangi fint ko'rsatdi. Boshqa bir portugaliyalik futbolchilarning so'zlariga ko'ra, qolganlarda o'shanda yashirincha bu fintlar bilan shug'ullanishgan va kelajakda kirish oltin to'pni qo'lga kiritishni muhokama qilishgan. Manchesterda sochlari bo'yalgan va Versace'ga bo'lgan muhabbati bilan Ronaldoni hamma ham darhol qabul qilmadi. Lekin bosh murabbiy Alex Ferguson katta yordam berdi. Aynan u Cristianoga omadli 7 raqamini berdi. Garchi futbolchining o'zi Sportingdagi kabi 28 raqam ostida o'ynashni rejalashtirgan edi. Ronaldo ingliz klubidagi ilk golini 2003-yil 1-noyabrda 9likda jarima zarbasidan darvozabonga hech qanday imkoniyat qoldirmay kiritdi. Ammo yorqin chaqnashdan so'ng tezkor muvaffaqiyat bo'lmadi. Ronaldo faqat zaxiradan maydonga tushdi. O'yinlarning deyarli yarmida 29 ta o'yinda atiga 4 ta gol urdi va 4 ta gol uzatmani amalga oshirdi. U mavsumni Angliya Kubogi finalida g'alaba goli bilan yakunladi va tumanli Albionda o'zining ilk futbol kubogini qo'lga kiritdi. Angliyaga ko'chib o'tgach, Cristiano portugaliyalik model Karina Ferro bilan uchrashni boshladi va ularning munosabatlari 3 yil davom etdi. Manchester United'dagi keyingi 2 mavsumda futbolchi hali ham kam gol ura oldi. Yana bir muammo shundaki, uning orqasida simulyator tasviri mustahkamlangan. Keyin Sir Alex Ferguson mashg'ulotlar vaqtida portugaliyaliklarga nisbatan qoidabuzarlikni sezmay qoldi. Ular unga nisbatan qo'pollik qilishdi, lekin hushtak jim bo'ldi va Cristiano hayron bo'ldi. Maydonda o'tirishda davom etdi va portugal tilida nimadir deb g'o'ldiradi. Qayta tarbiyalash jarayoni qiyin kechdi, ammo shunga qaramay u ishladi va bir muncha vaqt o'tgach futbolchi o'z o'yinidagi bu kamchilikdan xalos bo'ldi. Ayni paytda terma jamoada Ronaldo davomiy ravishda gol urdi. Shu jumladan 2004-yil oktyabr oyida Rossiya jamoasining mag'lubiyatiga hissa qo'shdi. Keyin portugallar 7-1 hisobida g'alaba qozonishdi va Cristiano dubl qayd etdi. Bungacha esa u ko'z yoshlarini tiya olmay Yevropa chempionati finalida mag'lub bo'lgandan keyin hamyurtlarni o'ziga mehr qo'ygandi. Portugaliyalik muxlislar qulog'iga olmas sirg'a taqqan futbolchi aslida mag'lubiyatdan keyin ham qayg'urayotgan oddiy yigit ekanligini ko'rishdi. 2005-yil sentyabr oyida Moskvada Rossiya terma jamoasi bilan navbatdagi uchrashuv oldidan Cristiano otasining o'limi haqidagi qayg'uli xabarni oldi va bir oy o'tgach u zo'rlashda gumonlanib hibsga olindi. Tez orada u garov evaziga qo'yib yuborildi va dalillar yetarli bo'lmagani uchun oqlandi. Britaniya gazetalarida birining yozishicha, bu ayblovni oson fazilatli qiz foyda ko'rish maqsadida uydirgan. Ayniqsa futbolchining shaxsiy hayoti o'sha paytda voqealarga boy bo'lgan. O'sha paytda sportchining Don Juan ro'yxati bir qator modellar, teleboshlovchilar va aktrisalar bilan to'ldirildi. Ular orasida Britaniyalik aktrisa Gemma Atkinson va chililik Playboy modeli Daniela Chaves ham bor edi. 2006-yil boshida Ronaldo Manchester United bilan futbol ligasi kubogini qo'lga kiritdi. Yozda esa jahon chempionatida terma jamoa safida o'ynadi. Turnirning chorak finalida portugaliyalik britaniyaliklar bilan to'qnash keldi va Cristiano va uning jamoadoshi ingliz Wayne Rooney o'rtasida mojaro yuzaga keldi. Rooney qoidalarni buzdi. Ronaldo faol ravishda hakamdan jazo izlay boshladi va ingliz futbolchisi
chetlatilganidan so'ng u zaxira o'rindig'ida o'tirgan kimgadir ko'z qisib qo'ydi. Voqea ishtirokchilarining o'zlari barcha kelishmovchiliklarni tezda hal qilishdi. Biroq ingliz muxlislari kirishni uzoq vaqt hayratda qoldirdi. Keyingi 2006-2007-yilgi mavsum Manchester Unitedning Premier Ligadagi g'alabasi bilan nishonlandi va Ronaldoning Qizil iblislar safida urgan umumiy gollar soni 50 taga yetdi. Shuningdek, 2007-yilda klub portugaliyalik bilan yangi shartnomani tuzib, uning haftalik maoshini 120 ming funtga oshirdi. 2007-2008-yilgi mavsumda futbolchi barcha musobaqalarda jami 42 ta gol urdi va uning Angliyadagi faoliyati davomidagi eng samarali kampaniyasi bo'ldi. O'sha paytda u Angliya Premier Ligasi va Chempionlar Ligasi to'purari unvonini oltin butsa, jamoa muvaffaqiyatlari esa Angliya Chempionati va Chempionlar Ligasidagi g'alabalarni o'z ichiga oladi. O'sha paytda Krishtianuning qizlari tezda bir-birini almashtirardilar va ular orasida Paris Hilton ham bor edi. Shuningdek, sportchi Mariya Sharapova va Kim Kardashian bilan romanlari bilan taqdirlangan. Keyingi 2008-2009-yilgi mavsumni sportchi jarohat bilan boshladi. Ammo noyabr oyida u Manchester United uchun 100 va 101 gollarni urdi. Shundan so'ng Premier Ligada u gol urmaydigan bironta ham jamoa qolmadi. Yil oxirida Ronaldo oltin to'pni oldi va bu sovrinning 3-portugaliyalik g'olibiga aylandi. Allaqachon Yevropaning eng yaxshi futbolchisi maqomida u klublar o'rtasidagi jahon chempionatida g'olib chiqdi. Keyin FIFA tomonidan yilning eng yaxshi futbolchisi deb tan olindi. Futbolchi mavsumning 26 gol, 3-liga chempionligi va 2-futbol ligasi kubogi bilan yakunladi va iyun oyida Manchester United Real Madridning Ronaldoni ispan klubiga 80 million funt sterlingga, taxminan 94 million yevroga sotish taklifini qabul qildi. Portugaliyalikni jahon futbol tarixidagi eng qimmat futbolchiga aylantirdi. Uning o'zi turli manbalarga ko'ra yiliga 11 milliondan 13 million yevrogacha olishi kerak edi. Tovon puli esa 1 milliard yevroni tashkil etdi. 7-raqamni qirollik klubi sardori Raul egallab turgani uchun Ronaldo 9-raqamli futbolka oldi. Ispaniyadagi birinchi mavsumda Krish raqiblar darvozasiga 33 marta zarba berib, jamoaning eng yaxshi to'purari bo'ldi. O'shanda sportchi rossiyalik model Irina Sheyk bilan uchrashgan. Ular Armani ichki kiyimlar reklama roligida tanishgan va Cristiano Iraning unga qiziqmaganligidan hayratda qolgan. U o'zaro kelishuvga erishish uchun juda ko'p harakat qildi va bu munosabatlar ommaviy axborot vositalarida eng ko'p muhokama qilinganlardan biriga aylandi. Ko'pchilik ishqiy munosabatlar shartnoma bo'lgan deb o'ylashdi. Lekin u yoki bu tarzda Sheyk va Ronaldo 5 yil davomida er-xotin bo'lishdi va bu bo'shliq qiz o'z intervyularida aniq aytib o'tgandek futbolchining tez-tez xiyonat qilishi tufayli yuzaga keldi. 2017-yilgi jahon chempionatida Ronaldo sardorlik bog'ichida chiqdi, ammo 1/8 final bosqichida portugaliyalik bo'lajak chempionlar ispanlar bilan uchrashdi va jahon chempionatini tark etdi. Krish terma jamoa ixtiyorida bo'lganda uning o'g'li kichik Cristiano Ronaldo dunyoga keldi. Kichik Cristianoning onasi kimligi haqida afsonalar bor. Biroq doimiy mish-mishlarga ko'ra, kichik Cristianoning onasi Florida shtatidan va uning ona sifatidagi to'lovi jimlik uchun bonus bilan birga. Turli manbalarga ko'ra 12 dan 20 million dollargacha. Raul Real Madridni tark etgandan so'ng Cristiano Ronaldo shunga qaramay yana 7-raqamga qaytdi va 2010-2011 yilgi mavsum oxirida u La Ligada 40 marta ajalib turgan. Oltin butsani oldi. O'sha mavsumda futbolchi u va uning klubi uchun yagona sovrin Ispaniya kubogi edi. 2011-yil sentyabr oyida Ronaldo kuch sinovi televizion filmi chiqdi. Unda sportchi turli sinovlardan o'tdi. Keyin ma'lum bo'ldiki, portugaliyalik NBAdagi o'rtacha basketbolchidan yuqoriga sakraydi va uning zarbasidan keyin to'p soatiga taxminan 129 km tezlikda uchadi. Darvoqe 2014-yilgi uchrashuvlarning birida Krish soatiga deyarli 132 km tezlikda to'pni darvozaga yo'llagandi. 2011-2012-yilgi mavsum Ronaldo uchun barcha musobaqalarda 60 ta gol urib, uning oldingi faoliyatidagi eng ko'p gol urgan mavsum bo'ldi. Mavsum oxirida Real Madrid so'nggi 4 yil ichida birinchi marta La Liga chempionligini qo'lga kiritishga muvaffaq bo'ldi. Yevropa 2012-yilda portugaliyaliklarning yutuqlari orasida 3 ta gol ham bor edi. Buning natijasi u 5 ta yirik turnirda Euro 2004, 2008, 2012 va 2012-yillarda terma jamoa tarkibidagi o'zini namoyon qila olgan birinchi portugaliyalik futbolchiga aylandi. 2006-yilgi jahon chempionatida, 2010-yil va 2012-13 yilgi mavsumda Ronaldo 55 ta gol urib, shulardan 12 tasini Chempionlar Ligasida urib, turnirning eng yaxshi to'purari bo'ldi. Keyingi mavsum boshida Cristiano Real bilan yangi 5 yillik shartnoma imzoladi. Ronaldo 2013-yilni 69 ta gol bilan yakunladi. Bu bir kalendar
yilidagi eng yuqori natijasi va faoliyatida bo'lgan ikkinchi marta oltin to'pni qo'lga kiritdi. Shuningdek, dekabr oyida sportchining vatani bo'lgan Madeirada Cristiano Ronaldo muzeyi ochildi. Foto va videolar, sportchining mumdan yasalgan figuralari, shuningdek Cristianoning yoshlar va professional darajada olgan barcha mukofotlari mavjud. 2014-yil bahorda Ronaldo Real Madrid bilan birgalikdagi ikkinchi marta Chempionlar Ligasida g'olib chiqdi. Mavsum oxirida u Ispaniya chempionatining eng yaxshi futbolchisi va ligadagi eng yaxshi gol muallifi deb tan olindi va Forbes uni yillik daromadi $73 million bilan dunyodagi eng ko'p maosh oluvchi futbolchi deb atadi. O'sha yili Cristiano Ronaldo oyog'idagi Dunyo hujjatli filmi oradan 1 yil o'tib, 15-noyabr kuni esa Ronaldo nomli yana bir hujjatli film namoyish etildi. Jumladan, Braziliyada bo'lib o'tgan Jahon chempionatida jarohat tufayli terma jamoaning muvaffaqiyatsiz o'yinida ham so'z boradi. Cristiano guruh bosqichida 4 marta gol urgan bo'lsa ham, u yerga bormasligi kerakligini tan oldi. 2014-2015 mavsumda Ronaldo yangi shaxsiy rekordini o'rnatdi. Jami 61 ta gol urdi va 4-oltin butsani qo'lga kiritdi. Shuningdek, u faoliyatida birinchi marta bitta o'yinda 5 ta gol urdi. Shu bilan birga Cristiano Ronaldo sharafiga portugaliyalik olimlar tomonidan kashf etilgan galaktikaga nom berildi. U Cristiano Ronaldo 7 qisqartirilgan nomini oldi. Real Madriddagi 7-mavsumining boshida Ronaldo klub tarixidagi eng yaxshi to'purarga aylandi. Chempionlar Ligasiga g'olib chiqdi va ikkinchi marta Yevropaning eng yaxshi futbolchisi sovrinini qo'lga kiritdi. Avvalgi yirik turnirdagidek Cristiano Euro 2006 ga jarohat bilan kelgan, ammo baribir barcha uchrashuvlarda maydonga tushib 3 ta gol urgan. Fransiyaga qarshi final o'yinida haqiqiy drama birinchi bo'limida jarohat olib, maydonni zambilda tark etganda paydo bo'ldi. Ammo maydon tashqarisida ham portugaliyalik sardor jamoadoshlarini qattiq qo'llab-quvvatladi va amalda ikkinchi murabbiyga aylandi. Portugaliya g'alaba qozondi va Ronaldo birinchi bo'lib kubokni boshi uzra ko'tardi. Ushbu g'alabadan so'ng darhol Madeira hukumati mahalliy aeroportini Cristiano Ronaldo aeroporti deb o'zgartirdi. Ronaldo 2016-2017 mavsumda Real Madridning dastlabki o'yinlarini o'tkazib yuborishga majbur bo'ldi. Chunki u jarohatdan tiklanishda davom etdi. Ammo dekabr oyida Real Madrid bilan birgalikda klublar o'rtasidagi jahon chempionatida g'olib chiqdi va 4 marta oltin to'pni qo'lga kiritdi. Mavsum Ispaniya chempionati va Chempionlar Ligasidagi g'alabalar bilan yakunlandi. Portugaliyalik esa rekordlar ortidan rekord o'rnatdi. Yevro kuboklarida 100 ta gol urdi va Yevropadagi klublar o'rtasidagi asosiy musobaqaning 3 ta finalida gol urgan birinchi futbolchiga aylandi. 2017-yilning iyun oyida egizaklar Matthew va Eva dunyoga keldi. Yangi tug'ilgan farzandlarini ko'rish uchun Portugaliya terma jamoasi, murabbiylar, shtabi hatto futbolchiga Konfederatsiyalar kubogini kutilganidan ham erta tark etishga ruxsat berdi. Futbolchi allaqachon Georgina Rodriguez bilan uchrashgan. Ular 2016-yilda moda festivalida tanishgan. U yerda qiz Gucci kompaniyasida sotuvchi bo'lib ishlagan. Uning so'zlariga ko'ra, bu birinchi qarashda sevgi edi va 17-noyabrda uning sevimli Cristiano qizi Alana Martinini dunyoga keltirdi. Darvoqe, yaqin orada Netflix tomonidan ularning tanishish tarixi haqida Men Georginaman nomli hujjatli film chiqishi kutilmoqda. Iyul oyida Ronaldo deyarli 15 million yevro soliq to'lashdan bo'yin tovlaganlikda ayblangan edi. 1 yil o'tib sportchi 2 yillik shartli jazoga hukm qilindi va deyarli 19 million yevro jarimaga tortildi. Futbolchi avvaliga barcha ayblovlarni rad etgan bo'lsa-da, jarima miqdorini 16,8 million yevrogacha kamaytirish evaziga o'z aybini tan oldi. 2017-yil dekabr oyida Ronaldo 5-marta oltin to'pni qo'lga kiritdi. O'sha yil Amerikaning Forbes jurnali Ronaldoning yillik daromadi $93 million bo'lgan eng ko'p maosh oluvchi sportchi sifatida tan oldi. Shundan 58 tasi maosh, 35 million esa reklama daromadidir. Aytgancha maosh miqdori ko'proq bo'lishi mumkin edi, chunki Xitoy Superligasining nomi oshkor etilmagan jamoasi Real Madridga transfer uchun $317 million, Ronaldo esa yiliga $105 million dan ko'proq maosh taklif qilgan. Ajoyib tepadan zarbasi bilan ikkinchi golni urdi. Shundan so'ng italiyalik muxlislar bayramni nishonlayotgan Cristianoni olqishladi va bunga javoban u tribunalarga bosh barmog'ini ko'rsatdi. Ma'lum bo'lishicha, bu gol va bu reaksiya portugaliyaliklarning kelajakdagi faoliyatiga katta ta'sir ko'rsatgan. Cristiano Ronaldo 5-Chempionlar Ligasi chempionligini qo'lga kiritib, Jahon kubogini qo'lga kiritgach, Juventus bilan 4 yillik shartnoma imzoladi.
Ushbu transfer keksa senyoraga 112 million yevroga tushdi. Bu 30 yoshdan oshgan futbolchilar uchun rekord yillik to'lov esa 30 million yevroni tashkil qildi. Juventus bir kunda taxminan 62,5 million dollarga 520 mingta Ronaldo futbolkasini sotgani haqida keng tarqalgan xabarlar bor. Biroq aslida klub dastlabki 3 hafta ichida 55 ming dona futbolka sotgan. Biroq bu avvalgi mavsumlarga qaraganda ko'proq. 2018-yilda amerikalik model Catherine Mayorga futbolchini 2009-yilda sodir etilgan zo'rlashda aybladi. Keyin u tibbiy ko'riklardan o'tdi, ammo Ronaldoning advokatlari Catherine'ga sukut saqlash uchun 375 ming dollar to'lab, ishni to'xtatib qo'yishga muvaffaq bo'lishdi. 10 yildan so'ng yana 2 qiz zo'rlagani haqida xabar berdi va tergov qayta ochildi. Biroq Las Vegas politsiyasi dalillar yetarli bo'lmagani uchun Ronaldoni ayblashdan bosh tortdi. 2019-yilning yanvarida Ronaldo Juventus bilan o'zining birinchi sovrinini qo'lga kiritdi. Uning goli Italiya Superkubogi uchun o'yinda g'alaba keltirdi. Buning ortidan A seriyadagi chempionlik, shuningdek Millatlar Ligasi Portugaliya terma jamoasining g'alaba kuzatildi. O'sha yil davomida sportchi 105 mingdan 110 million dollargacha daromad oldi va 2022-yilga kelib u butun faoliyati davomida jami 1 milliard dollarga yetdi. Mutaxassislarning fikricha 650 millionni maosh, qolgani esa reklama shartnomalaridan tushgan daromad. 2019-2020-yilga mavsumda Juventus yana mamlakat chempioni bo'ldi va keyingi mavsum boshida Ronaldo koronavirus deb ataladigan kasallikka chalindi, ammo davolanishdan so'ng u maydonga qaytdi va klub uchun barcha turnirlarda 36 ta gol urdi. Portugaliyalik yangi mavsumni Italiya klubini tark etish haqidagi mishmishlar fonida Juventus zaxira o'rindig'ida boshladi. Mishmishlar haqiqat bo'lib chiqdi va 27-avgust kuni Manchester United Cristianoning Old Traffordda qaytishini e'lon qildi. Ma'lum bo'lishicha, Manchester United asosiy raqibi Manchester City bilan kelishuv buzib, transfer summasi 15 million yevro va 8 million bonusdan so'ng muzokaralarga kirishgan. Britaniya matbuoti xabarga ko'ra, Portugaliyalik Qizil iblislar bilan 2 yillik shartnoma imzolagan. Uning yillik maoshi 29 million yevroni tashkil qiladi. Angliyada Cristiano o'zining 7 raqamini ostida o'ynaydi. Buning uchun Edinson Cavani o'z raqamini 21 ga o'zgartiradi. Angliya Premier Ligasi esa qoidalarni o'zgartirdi. 1-sentyabr kuni Cristiano Ronaldo Portugaliya Irlandiya uchrashuvida dubl qayd etib, terma jamoa safida gollar soni bo'yicha yana bir tarixiy rekord o'rnatdi. Ya'ni 111 ta. 2020-yilda futbolchi 120 million dollar, taxminan 70 million daromad oldi. Bu ish haqqi va 50 million reklama va uning umumiy ahvoli 500 millionga baholangan. Cristianoning barcha reklama hamkorlari orasida Nike ajalib turadi. Asbob uskunalar ishlab chiqaruvchisi Portugaliyalikning atigi 18 yoshda birinchi shaxsiy homiysi bo'ldi va 2016-yilda ular yiliga 22,5 million yevrolik umrbod shartnoma imzoladilar. Futbolchi Instagramda eng qimmat reklamalarga ega. Uning posti 1,6 million dollarga teng. Shuningdek, u Clear shampun, Tag Heuer soatlari, Emirates, KFC, Coca-Cola, Armani Jeans va boshqa ko'plab reklamalar roliklarida suratga tushgan. Sportchi kiyim-kechak, ichki kiyim, poyabzal va parfyumeriya ishlab chiqaradigan o'zining Cristiano Ronaldo 7 brendiga ega. Mehmonxonalar tarmog'i, restoranlar, tungi klub, fitness markazi, go'zallik saloni, soch ko'chirib o'tkazish klinikasi va xususiy samolyot ijarasi Portugaliyalik hashamatli brendlarning ashaddiy muxlisi va har oy yangi kiyimlarga 10 ming yevrodan pul sarflaydi. Yana bir asosiy xarajat bu avtomobillar. Ularning jami 20 ga yaqini bor. Lekin hatto Cristianoning o'zi ham aniq raqamni bilmaydi. To'plamga McLaren, Senna va Ferrari F430, 599 GTO va 599 GTB u sotib olgandan keyin 2 kundan birini halokatga uchradi, lekin yangisini sotib oldi. Lamborghini Aventador, keyingisi C611, Porsche 911, Carrera va Cayenne Turbo, Maserati Grand Capri, BMW, Mercedes, Aston Martin, Bentley, Continental, Rolls-Royce, Phantom, yana bir nechta avtomobillar Audi Ronaldo homiylardan sovg'a oldi. Shuningdek, sportchilar parkida 3 ta Bugatti bor, Veyron, Chiron va yangi Continental. Ommaviy axborot vositalarida Cristiano Bugatti va Lavautre Noir ning bitta nusxasi ham egasi bo'lganligi haqida ma'lumot paydo bo'ldi. Ammo bu haqiqatga mos kelmaydi. Uning avtomobil parki haqida ko'proq ma'lumotni Ronaldo Messiga qarshi kimning mashinalari yaxshiroq videomizda bilib olishingiz mumkin. Yulduzning shuningdek
Krish ijaraga beradigan 19 million yevrolik biznes klassdagi samolyoti va Afrika nomli yaxtasi ham bor. Ammo Ronaldo xayriya ishlariga ham katta miqdorda mablag' xarjatadi. Umumiy summa 10 million yevrodan oshdi. U bolalarni tabiiy ofatlardan qutqarish jamg'armasiga, onasi ilgari davolangan saraton markaziga xayriya auksionlarda qatnashib, oltin to'p va oltin butsa mukofotlarini sotgan. 2014-yilda Ronaldoga 10 oylik o'g'il og'ir kasal bo'lib qolgan oila auksionga qo'yilgan butsa so'rab murojaat qilgan. Bunga javoban Cristiano ularning jarrohlik va reabilitatsiya kurslarini to'ladi. Sportchi qon va suyak iligi donori bo'lgan. Qizil Xoch bilan ham hamkorlik qiladi. Cristianoning tanasida tatuirovka yo'qligini sababi shu. Ular donorlikka xalaqit beradi. Manchesterga kelgach, Ronaldo oilasi bilan 7 xonali qasr va basseyn va jakuzzili yuqori texnologiyalik fitnes majmuasiga joylashdi. Avvalroq futbolchining Angliyada 5 ta yotoqxonasi, ovqatxonasi, oshxonasi va yopiq hovuzdan iborat 4 million dollarlik uyi bor edi. Ammo Realga o'tgandan so'ng avvaliga uni oyiga 8 ming dollar ijaraga berib, so'ng sotdi. Turnirda Cristiano Ronaldoning 6 xonali, shaharning panoramali ko'rinishi bo'lgan villasi bor edi. Unga shaxsiy qo'riqlanadigan yo'l orqali kirish mumkin edi. Shuningdek, Ronaldoning Madridda sportchi ehtiyojlari uchun maxsus qurilgan 800 kvadrat metr bir qavatli 7 xonali uyi bor edi. Unda yugurish yo'laklari bilan jihozlangan zamonaviy sport zali, cho'ziladigan maydoni va o'zining futbol maydoni, bir nechta basseyni va kurort zonasi mavjud. Ushbu saroy Cristianoga 7 million dollarga tushdi va uni 6,5 millionga sotuvga qo'ydi. Lissabonda futbolchi hamon Portugaliyadagi 7,5 million yevrolik eng qimmat kvartiralardan biriga egalik qiladi. 287 kvadrat metrlik kvartirada hashamatli yashash xonasi, 3 ta katta yotoqxonasi, sport zali, kaminali, panoramali terras, barbekyu va cheksiz hovuzi mavjud. O'zining tug'ilgan Madeirada shahrida Ronaldo omborni hashamatli 7 qavatli uyga aylantiradi. 7 qavatdan 4 tasi yerdan yuqorida joylashgan. Aytilishicha, ushbu loyihani amalga oshirish portugaliyaliklarga deyarli 10 million dollarga tushgan. Aytgancha, aynan shu Cristianoning uyi 2020-yil oktyabr oyida o'g'irlangan. Futbolchining New Yorkdagi Trump Tower osmono'par binosida 18,5 million dollarlik 3 xonali kvartirasi bor. U hatto 8 million dollarga zarar ko'rsa ham sotishga harakat qilmoqda. 2019-yilda esa portugaliyaliklar Marbella shahridan O'rta Yer dengiziga qaragan 1,5 million yevroga uy sotib olishdi. UFC jangchisi Conor McGregor Cristiano bilan qo'shni yashaydi. Bir paytlar Cristiano boy, kelishgan va zo'r futbolchi bo'lgani uchun odamlar unga havas qilishni aytgan. Ammo onasi unga doim o'zi bo'lishni o'rgatgan va siz Ronaldoga qanday qaraysiz? Fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring va keyingi videomiz kim haqida bo'lishini istaysiz? Like va obuna bo'lishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.